oldi emas, ham ish ketadi bu yerda, ham o'rganish ketadi. Akmalik aytib o'tdi, loyihamizning asosiy maqsadi bu o'sha muhofaza etilgan tabiiy hududlar atrofidagi landshaftlarni yer va suv resurslarini boshqarishni LDNga erish orqali shu Amudaryo Orol dengizi havzasi mintaqasida ekotizimli va turmush sharoitlarini barqarorligini oshirishga qaratilgan hisoblanadi. Loyiha hududlarimiz bu Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo va Mo'ynoq tumani hisoblanadi. Buxoro viloyatida Olot va Qorako'l tumanlari tanlab olingan loyiha va bundan tashqari biz asosan birinchi kompaniya doirasida Quyi Amudaryo hududida joylashgan basseyn hududini Quyi Amudaryo hududi ham kiradi, ya'ni Qorako'l viloyati ham bizning loyiha hududimizga kiradi asosan. Demak, loyihamizda 4 ta komponenti bor. Bu birinchi komponentda asosan LDN uchun asos sifatida suv resurslarini muvofiqlashtirilgan holda boshqarish va ularni saqlash, ya'ni o'sha ko'llar, botqoqliklar bilan ko'proq shug'ullanadi. Va ikkinchi komponentimiz maqsadli landshaftlarda yer degradatsiyasini neytrallashtirish, ya'ni LDN uchun yerlarni barqaror boshqarishga yo'naltirilgan. Uchinchi komponentimiz bu Orol dengizi havzasining global ahamiyatga ega bo'lgan bioxilma-xilliklarni saqlash va 4-chi komponentimiz bu xalqaro hamkorlik va bilimlarni boshqarish komponenti hisoblanadi. Bu komponent doirasida bizda asosan shu yerdan foydalanuvchilar, yer uyushmalari va asosan lesxoz xodimlari uchun treninglar tashkillashtirish rejalashtirilgan oldimizda. Demak, ikkinchi komponentga keladigan bo'lsak, mazkur komponent ko'llar, botqoqliklar va to'qay ekotizimlar atrofidagi landshaftlarni barqaror yer boshqaruv amaliyotini joriy etishga qaratilgan yerlar miqdori juda katta hisoblanadi tarkibida. Va xuddi shuningdek Amudaryo tumani bo'yicha bir necha natijalarni ko'rdik 11-24 yil orasida. Demak, degradatsiya tendensiyasi mavjud. Bu LDN bu ekotizimlarni saqlashda katta hududni olish o'ziga yarasha resurs talab qilganligi sababli 4 ta tuman, o'sha Qoraqalpog'istonda 2 ta tuman, Buxoroda 2 ta tuman olingan. Lekin suv havzalarida tuman administrativ chegara bo'lmaganligi sababli suv komponenti uchun loyiha maydoni biroz kattaroq. Shuning uchun bu havzani chegarasini chizib ko'rsatilgan. Agar e'tibor qiladigan bo'lsangiz, bu loyiha hududida tog'liklar yo'q, tog'li o'rmonlar yo'q. Faqatgina shu suvni bo'yidagi o'rmon ekotizimlari va asosan cho'l hududlari joylashgan. Pilot tumanlardan yer fondi tarkibi bu jadvalda ko'rsatilgan. Bu yerda Olot tumanida umumiy yer maydoni 322.000 gektardan ortiq, Qorako'l tumanida 868.000 gektardan ortiq. Shu jumladan bu yerda yaylovlarda yaylovlar Olot tumanida 160 gektarni tashkil qiladi, Qorako'l tumanida 490.000 gektarni tashkil qiladi. O'rmon yerlari Olot tumanida 179.000 gektarni tashkil qiladi, Qorako'l tumanida 106.000 gektarni tashkil qiladi. Cho'llar respublikada umumiy yer maydoni 80% tog' va oldi tog' hududlari 20% tashkil etadi. İqlimi keskin kontinental, o'rtacha havo harorati 13 gradus Selsiy bo'yicha, yozgi o'rtacha harorat 27 gradusdan 40 gradusgacha tashkil qiladi. Qishki o'rtacha harorat -2 dan -40 gradusgacha. O'rtacha yillik yog'ingarchilik miqdori cho'l hududlarda 100-200 millimetrda tashkil qiladi. O'zbekiston suv resurslari, mana jadvaldan ko'rib turibsizlar, Sirdaryoda 6.000 kubokilometr, Amudaryoda 5.000 kubokilometr. Jami foydalanadigan suv manbalarining 10% faqat O'zbekiston hududida shakllanadi. Qolgan 90% suv transchegaraviy manbalari shakllanadi.
O'zbekistonda qurg'oqchilik mana xabarlarimiz bor, 60-yillarda har 10 yilda 10 yilda 3 marta qurg'oqchilik kelaydi. Hozirgi oxirgi yillarda 4 marta qurg'oqchilik kelyapti. Mana pastdagi diagrammada ham ko'rsatgan suv kelishi Amudaryodan 60 yilda 70 yilda davrida 1,5 barobarga kamaygan. Qurg'oqchilik odamlarning turmush tarzi va oziq-ovqat xavfsizligiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu mamlakat iqtisodiyoti uchun jiddiy xavf tug'diradi. Mana bu yerda ham O'zbekistonda o'rtacha yillik haroratning oshishi yuqori tabiiy o'zgaruvchanlik fonida sodir bo'ladi. Bu esa yillararo seziladi. Issiqlikning eng yuqori sur'ati respublika shimolida va yirik shaharlarda 10 yil davomida 0,30–0,43 daraja, eng pasti tog'li zonada 10 yil davomida 0,1–0,14 darajada kuzatildi. Tashkil qiladi. Yillik yog'ingarchilik miqdori boya aytib o'tganimdek 250 millimetrdan oshmaydi. Asosan qish va bahor fasllarida yog'ingarchilik yog'adi. Hosildorligi 3 sentner gektaridan past. Yaylovda asosan qo'ychilikda ozuqa sifatida ishlatiladi. Ular qo'y qo'ylarining ozuqasining 85–95% tashkil qiladi. Termiz, Toshkent, Samarqand, Qarshi, Buxoroda ham bo'lgandi. Kuchli chang bo'ronlar, mana bu chang bo'ronlar yildan yilga ham ko'payib ketadi. Bu diagrammada nisbiy namligi ko'rsatilgan. Havoning nisbiy namligi mana loyiha doirasida o'zimiz taklif qilib chiqdik. 32-yildan 24-yilga mana jadvali ko'rinib turibdi. O'rtacha nisbiy namligi 44% ga kamayib ketgan.